Assalomu alaykum. Kanalimizga obunachilari, bog' shamoldamiz. Qizil toshmoqda nech pul ekan qizil toshmoq? $500. $100 berishibdi, bermayapti. 2,5 bo'ldi, ishlayotgan kaptara. Kalla tumshug'larini ko'rsatamiz. Asa yoshiga yetibdi, ishlatadigan paytda $100 berilyapti, bermayapti. Sochlar ham chiqibdi. Kimdan bu? Kimdan ekan bu? Oybek akadanmi? Choy ichyaptimi? Ha, bo'pti. Chiroyli ekan sochlari. Mana uni moda desam, nar ekan. Chiroyli ekan sochlari. Mos soch ham chiroyli ekan. Bu narxini ham bilmaysizlar-a buni? Onamisi ham chiroyli ekan. 1,5 milliondan sotib olasizmi? Bunlar ekan hammasi. Hozir mana shu yerdan bitta chinnanarni oldik. Bo'pti. Aka bekarga berdi pashti. Kokos. Kokos gapiryapti. Hammasi nar ekan. Ha, qizil akalar go'zallari chiqibdi. Gap yo'q ekan. Sizdanmi bu aka? Kimdan? Nech pul ekan bular aka? $800. Gap yo'q ekan. Mana modasi ekan maymana. Oldin maymana kaptarlar ko'p bo'lasdi, yo'qolib ketdi. $800. Oyog'ini qaranglar. Shu go'zal ekan kaptarlar. Nomeringizni aytib olavering aka. Nomeringiz yo'qmi? Ha, bo'pti. Endi iloji yo'q. Men o'zi nomer olishni to'g'risi yomon ko'raman. Sababi nomerni berib qo'ysa telefon qiladi, kelishib olishadi. Uyga olib borgandan keyin pochta qilib chiqarishib yuboryapti. Olib borgandan keyin ko'nglidagi kaptar bo'lmasa, mana qilganda o'rtada konflikt bo'lib qolyapti. Hali kelishib, hali janjal bo'lib ketyapti. Shuning uchun bozorga kelinglar. Mana kaptarni o'zini ko'rib, ushab olasizlar. Masofadan turib, Farg'ona bo'ladi, Toshkent bo'ladi, olyapsizlar. Telefonlashib chiqarib yuboryapti. Borgandan keyin yoqmasa, ko'ngillarni bo'lib qolyapti. Bo'linib qolyapti. Aldoqchi ekan, boshqa ekanda. Shuning uchun kelinglar, ko'ringlar. Bir kun vaqt ajrating, mana Bog'shamol bozoriga kelib olinglar. Andijon kaptariga qiziqsanglar. Lekin abreskalari ham chiroyli ekan, kaptarlar. Modaniki ham gap yo'q ekan. Go'zal. Gap yo'q. Anchadan beri hakka kaptardi, chiroylilarni olmayotgandim, mana go'zallari chiqdi. Oq ko'z bo'lib ham, oq ko'z. Ko'zlari ham chiroyli ekan kaptarlar. Chil ko'z ekan. Gap yo'q. Barakasini bersin. Mana, bu yerda ham bor ekan, bu parlar yaltiroq ekan, unisini. Bularni nech puldan? Turishi 1,5 million. Turishi 1,5 million. Hammasimi? Hammasi 1,5 million ekan. Yo'ra hakka, qizil hakka, rabochiylar. Bir jup rabochiy uyga tashab qo'ysa bo'laveradi. Tuxum suradigan holat bo'lib qoladi-da. Nariyo modasi ketib qoladi-yu, o'lib qoladi, shunaqa holat bo'ladi. Shunda mana rabochiy ishlab turganlar tagi suriladi, ishlatib olinadi. Shu maqsadda olinadi. Rabochiylar. Chiroyli kaptarlar ekan.
Endi o'chirit serparlarga. Serparlar mana $2000 deyapti jupi bilan. Evet, mana serparlar. Kallalari ham chiroyli ekan, mana kallalarni. Bu kaptar ko'zi ham chiroyli ekan. Ko'zini bunday olaylik-da, o'zini ko'zini ushlab ko'rsa. Ko'zi chiroyli ekan mana shu kaptar. Yaqinlashtirib ko'rsataman. Ushlab ko'rilsa bilinadi. Serparda endi. O da olmasi ekan mana. $2000 deyapti bularni jupini. Mana sal kamparroqlarini $1,500 deyapti. Mashinalar ham chiroyli ekan. Kaptarlar Sho'rat akadan modani ko'zi tortyapti-yu. Ko'z ko'ringlar, ko'z. Mana eski narlardan ekan. Biz eski kaptarlardan ham bahoramiz. Ro'sta eski rularni qanaqasini qanaqa qilyapmiz? Haligi kichkina bir qarich cho'p ketgan urulorib, taypalari ham kichayyapti. O'zi ham gabarit ham kichayib ketyapti. Mana shu kaptarlarni serparlarga qo'shib, qonini jichcha buzib, necha gabaritliroq. Paypalari ham kattaroq, serpayparoq narsalarni gapiryapmiz. Bu kaptarlar menimcha $200, $100 bo'lsa kerak. Sho'rta kerak choy ichyapti. Bezovta qilmaylik. Gap yo'q. Mana ham eski o'rnar ekan. Chiroyli juvona bo'ladi mana shu. Moda bo'lsa kerak-a bu, a? Ko'zi chiroyli ekan, katta. Besh puldan bular aka? 1 milliondan. Hammasi, a? 1 milliondan ekan hammasi. Hayot ekan kaptarlar. Fotoğraf syomka qilib o'tib ketaveramiz. Vaqtimiz. Hayot ekan. Mana qoranar chiroyli ekan-a? Hech pul ekan bu qoranar janovi. Qoranar puli yengil, o'rtadagimi? Ha, mana yosh kattasi. O'zimizkilarga 500 mingga bera olamiz. O'zimizkilarga 500 mingga bera olamiz. Qoralar istashyapti hozir. Mana qoranar chiroyli. Moda. Modasi ekan-a? Chekimli moda. Juvonlar. Oqtin so'raydi. Ana nar ekan. Buni bolasi emas-a bu? Yo'q, bu bosh quruq. Bosh quruq ekan. Bular jup. Qiziltosh nar. Yerigisi nar, chinnisi moda. Ha, Jup bular. jup ekan. Bular necha pullar? Bularni 1,5 million qo'lga tegdi. 1,5 million qo'lga tegish. Chilmoda nechi pul ekan chilmoda? Jup 1,5 million. Jupi 1,5 million ekan.
Chiroyli ekan. Bular ham juppi. Ha, bular ham. Ko'zi nima ko'r ekan, ha, mana bir tarafi. Ha, bir tomoniga. Ha, bular nech bu? Bu ham 1,5 million. 1,5 million ekan, chillar. Bular ham chiroyli ekan, mana mashhurlar. Shulari ko'k ekan. Ular nech puldan? Bular jupi 1 million kami. Jupi 1 million, qizil akkalar. Bular 500 ming. 500 mingdan. Nomeringizni aytib o'ravering aka. 91 607 35 37. Ularda Go'ramoda chiroyli ekan, mana bunaqa to'xtatdi, tegmay turing. Mana shunday kallatim shuni olaydi. Mana jiyaylari ko'k ekan. Tumshuvlari ko'k ekan kaptar. Mana. Iloji boricha mana shunaqa toza tumshuvli kaptar chilchilar ushorish kerak. To'xtang, men to'xtang. Ko'zlari katta. Jiyaylari ham toza ekan, ko'k tumshuv. Nech pul bu moda? Oldi 1 million deydi. 1 million. Ana o'zi childi narxi tushib ketdi. Nar nech pul? Naram 1 million. Naram 1 million. Eski sort deydi. Eski urug'lardan ekan, o'zi ko'rinib turibdi. Mana. Mana, katta. Lekin mana Go'ramoda chiroyli moda ekan. Baxsh kerak. Dumlar qanot yulinib ketibdi. Ha, mushtolar ikkita qopda xolos. İşte olish kerak mana shu kapta. Baxsh kerak. Silga urinla oladi ekan. Qaypalari ham chiroyli ekan kapta. Nomeringizni aytib o'ravering. 90 Aytib. 772 37 07. Ha. Olish kerak emas, Go'ramoda. Oh, modani qaranglar, juvonani. Chiroyli ekan emas. Ha, kichikroq ekan, lekin pichimli moda ekan. Ajoyib. Hech pul bu moda? 500 ming so'm kami bor. 500 ming so'm? Bor, kattasini 800 ming so'm kami bor. 800 ming so'm ekan. O bolalarimi bu? Bolalar ekan. Buni bolasi emasmi unovi? Ashuni bolalar. Yo, narigi. Ha, shuni. Uyanmi? Asha aytdim, o'zi tortib turibdi. Jo'nalar ham asha qo'yib ketadi shekilli. Shunisi pichimli chiqqan ekan. Tog'aga pichimi chiroyli bo'lsa, bu yog'i yo'lsa bo'ldi, ha? Olarsa. Ha, katta kichikligiga farqi yo'q. Chiroyli kaptar ekan. Bu juvonalar ham tulab ashunga o'xshab ketadi mana. O'zi to'rt ko'rinib turibdi-yu. Figuralari. Ko'rinib turibdi. Qizil hakkalar. Bugun qizil hakkalar chiroylilari chiqibdi lekin. Ular nech puldan bular? Ular 300 dollar. 300 dollar. Mana ular 300 dollarmi? 200. Bu 5 dollar. Ha, bu 300 dollar. Narigi 200 dollar. Yo'q, bu 300 bu. Bu 300, bu 200 ha bu. Lekin ash chiroyli ekan. Shuning uchun 300 dollar ekan. Ha, bo'l. Mana. O'zini ko'rsatdi, katta. Chiroyli kattalar ekan. O nargilar, qizlakkalar ham chiroyli ekan, ha. Nargi birinchi olganlar. Chiroyli kattalar, gapdi. Qodirjon. Yimsiz, charchamasdan. Chiqyapsizmi? Malla nech pul malla? Malla 400 dollar. Oqlardan chiqqanmi bu? Oqurma malla. Ha, oquruv malla. Mana oqqa solinadigan mallalardan. Bu nech pul malla? Malla 400 ga. 400 dollar ekan mana. Mallani kalla tumshuvlarini ham ko'rsatib qo'yamiz mana. Mana.
Mana oqchi. 300 dolar. 300 dollar. Nara bu? Hamasini al ular. Hammasini al. Ha, bu 200 dollar. 500 dolar. 500 dollar. Ha. 500 dollar. Yani. Oldu, gap yo'q. Lekin mahallasi chiroyli gaplar ekan. Bir yanesi oldu. Jimsiz, charchamasdan salomatchilik. Ha. Chiroyli gaplar ekanlar. Gap yo'q.